Boshda qanaqa sharbatlar bor endi? Bu sharbat Alloh nasib qilgancha gilos bilan olmay, yana 2 xil meva, 4 xil mevada tepib. Bitta mix challenge. Xo'p bo'ladi. Faqat ishdan oldin xo'p, asosan misol meva-chevalar o'ynamaysizlar va misoldan cho'ntaklaringizga qo'llaringizni solmaysizlar. Qo'ch men nara qarab turing. Va o'sha uyga borganda hurmatli aziz kuyov bolalar, o'sha 5 ga 2 necha deysizlar? 5 ga 2 ni agar uydagilar 5 yo 6 desa, nechasi kutmaydi. Agar 5 ga 2 7 desa bo'ldi, ish bitdi. Kechasi 11:30, 12:30 da. Bu keyingi gaplar. Asosiy gaplarim shuki, birodarlar. Birovda haqqini yeb yotganlar birodarlar, o'lmanglar ama. O'lmanglar. Agar o'lsangiz yomon bo'ladi qabrda. O'lmaydi. Iloji boricha o'lmanglar. Birovda haqqini yurganlar. Eslaridan chiqarmang. Bu qog'ozdami, kuchi bilanmi, til bilanmi, bu qanaqa bir haligi bema'ni betartib ishlaringiz bilan birovda haqqini yeb yursizlar, ha? Ha, ana birodar. Ne qarang mana 15 yillarda, 20 yillarda kimlarning haqqini yeb qo'ygansizlar. O'lmanglar ama, o'lsalaringiz yomon bo'ladi. Iloji boricha o'lmanglar birodar. Lekin birovda haqqini yemasdan chiroyli tiriklik qilib yurganlar o'laveringlar. Nimaga siz o'lim ham bitta baxt topgan bitta. Quyinchiliksa Birodarim. Ashu oshto'g'on aniganlar like bosib qo'yinglar kommentariyaga. Ha, birodarlar. Siz kamratdan yurasiz? Dadaga bor.